Salom do'stlar, bugungi video boshqacha bo'ladi. Chunki bu safar biz Netflix tarixidagi eng g'alati, eng sirli va eng yurakni ezuvchi serial G'alati narsalar olamiga yo'l olamiz. Va G'alati narsalar serialining barcha sezonlarini tahlil qilib, qanday qilib bu serial bu darajada mashhurlikka erishganini, Eleven, ya'ni 11-personaji qanday serialning yuragi bo'lganini, 5-sezonda nimalar bo'lishi, serialdagi personajlar, syujet va barchasi haqida bilib olamiz. Shunday ekan, chiroqlarni o'chiring va ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Biz G'alati narsalar olamiga yo'l olamiz. G'alati narsalar. Men bu serialni yaqinda barcha sezonlarini tomosha qildim va oldinroq ko'rmaganimga afsuslandim. Kechasi soat 2 da 4-sezonning oxirgi qismini ko'rib bo'lgach, ertalab soat naq 9 gacha uxlamasdan 80-yillar musiqasini eshitgan holda sizlar ko'rayotgan videoga ssenariy yozishni boshladim. Bu serial shunchaki shedevr bo'lgandi. 80-yillar muhiti, musiqalar, neonli chiroqlar, o'ziga xos horror sahnalar, syujet juda ajoyib edi. Ayniqsa serialni va o'zini mashhur bo'lishiga juda katta hissa qo'shgan 11-personaji, ya'ni Bobbi Braun va uning sevgilisi Mikey, ya'ni Finn Hodvard, ular serial yuragi bo'lishgandi. Agar bu serialni hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Bunga aslo afsuslanmaysiz. Endi esa asosiy syujetga o'tsak. G'alati narsalar 1-sezoni 2016-yil 15-iyul sanasida premyera qilinadi. Bu serial bo'yicha Matt Duffer va Ross Duffer, ya'ni aka-ukalar ishlashadi va ssenariy g'oyasini yaratishadi. Ssenariyga asos solib rejissura bo'yicha ishlashadi. 1-sezon 45-50 daqiqa oralig'ida bo'lib, serial uchun jami 6 million AQSh dollari miqdorida pul sarflanadi. Taxminlarga ko'ra 1-sezon 59 million dollar foyda keltiradi. Matt Dufferning aytishicha, serial bo'yicha faqat 2 sezonda ishlab chiqarish ko'zlangandi. Ammo serial katta muvaffaqiyat qozongach, serial bo'yicha yana 3 sezon ssenariylari yoziladi. Natijada Netflix o'zining yana bitta shedevr serialiga qo'l uradi. 1-sezon jami 8 qismdan iborat bo'lib, har bir qism alohida nomlanadi. Serialda asosiy rollarni Eleven personajini Bobbi Braun, Mike personajini Finn Hodvard, Dustin personajini Gaten Matarazzo, Lucas personajini Callie McLaughlin, Wills personajini Nob Snap, Joyce personajini Winona Ryder, Jim Hopper personajini David Harbour ijro etadi. Serial voqealari 1983-yil Indiana shtatining Hawkins shahrida bo'lib o'tadi. Ko'rinishidan Hawkins kichkina shaharcha bo'lsa-da, oldinda uni katta voqealar kutib turgandi. Yaqin atrofdagi Hawkins milliy laboratoriyasi AQSh energetika vazirligi uchun ilmiy tadqiqotlar olib borayotgandek ko'rinardi. Lekin aslida u yashirincha paranormal va g'ayritabiiy narsalar, jumladan odamlar ishtirokidagi tajribalarni o'tkazadi. Tajribalardan birida laboratoriya xodimlari tasodifan muqobil o'lchovga, ya'ni teskari tomonga portal ochishadi. Birinchi mavsum 1983-yil noyabr oyida 12 yoshli Will Byersni qorong'u olamdan kelgan jonzot o'g'irlab ketganida sodir bo'ladi. Uning onasi Joyce va shahar politsiya boshlig'i Jim Hopper Willni qidirishadi. Shu bilan birga laboratoriyada Eleven ismli telekinetik kuchga ega qiz u yerdan qochib ketadi. Uni Willning do'stlari qiltiriq Mike, tishi yo'q Dustin va qoravoy Lucaslar topib olishadi. Bolalar tez orada uning super kuchlarini kashf etishadi va Eleven bolalarga Willni qidirishda yordam berishga harakat qiladi. Shu bilan birga uni qidirayotgan laboratoriya xodimlaridan yashirinishadi. Willdan tashqari yana bir maktab o'quvchisi, Mikening katta opasi Nancy Wellingning eng yaqin do'sti Barbara Holland ham bedarak yo'qoladi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Willning yo'qolishi qorong'u olam va ma'lum bir gumanoid hayvonning ta'siri bilan bog'liq bo'ladi. Bolalar uni Demogorgon deb atashadi. Mavsum oxiriga kelib, barcha qahramonlar birlashib Willni topishadi. Mikey, Eleven, Lucas va Dustin maktabda yashirinib Demogorgon kelishini kutishadi. Harbiylar Elevenni izlayotgan paytda Demogorgon hujum qiladi. Eleven o'z kuchini to'liq ishga solib, Demogorgon bilan yuzma-yuz to'qnashadi. Shundan so'ng Eleven goodbye deb xayrlashib, Demogorgon bilan birga yo'qoladi, ya'ni o'zini qurbon qiladi. Har holda shunday ko'rsatishadi va aynan 1-sezonda telepatik qiz Eleven va Mike o'rtasida sevgi boshlanadi. Shu tariqa 1-sezon ham o'z nihoyasiga yetadi. G'alati narsalar serialining 2-sezoni 2017-yilning 27-oktyabr sanasida bir vaqtning o'zida 9 qismi premyera qilinadi.
Ikkinchi sezon uchun jami 72 million AQSh dollari miqdorida mablag' ketadi va hozirgacha chiqqan 4 ta sezon ichidan eng yaxshilardan biri bo'ladi. Ikkinchi sezon ham o'z byudjetini oqlagan holda 3 barobar katta foyda ko'radi. Ikkinchi mavsum 1 yil o'tib 1984-yil oktyabr oyida bo'lib o'tadi. Ko'rishimiz mumkinki, Eleven tirik bo'ladi va uni Jim Hopper yashirib kelayotgani ma'lum bo'ladi. Qutqarilgandan so'ng Uill doimiy ravishda har xil tushlar ko'ra boshlaydi va shaharga yana xavf yaqinlashayotganini ko'radi. Uillning ichiga kirgan kuch oliy ong butun Hawkinsni o'z nazoratiga olishni boshlaydi. U laboratoriyadagi portaldan chiqib, tuproq, devorlar va hayvonlarni zaharlay boshlaydi. Uill bu kuchni tanasida sezadi, lekin uni to'xtata olmaydi. Bir kuni Dastin hovlisida g'alati jonivorni topadi va unga D'Artagnan, ya'ni Dart deb nom beradi. Ammo Dart aslida Demogorgonning kichik turi, ya'ni demoidlardan biri edi. U o'sib, xavfli maxluqqa aylanadi. Dastin uni yashirinishga harakat qiladi. Keyinchalik u butun shaharga tahdid sola boshlaydi. Ikkinchi sezonda yangi qahramon ham paydo bo'ladi. Bu Max ismli qiz edi. U Lukas bilan yaqinda do'st bo'ladi va ular keyinchalik sevishganlarga aylanishadi. Bundan tashqari Eleven o'zining haqiqiy onasi borligini biladi va uni topadi. Shuningdek, u Ilion shahriga ketadi va Kali, ya'ni 8-raqamli qiz degan do'stini topadi. Chunki u ham o'sha tajriba laboratoriyasidagi bolalardan biri edi. Kali unga kuchingdan qo'rqma deb o'rgatadi va unga saboq beradi. Ammo Eleven do'stlariga yordam berish uchun qaytib keladi, chunki u do'stlarini himoya qilishni tanlaydi. Uillni oliy ongning tanasidan ajratish uchun ular uni issiqlik bilan davolashadi, chunki yovuz kuch issiqlikni yomon ko'rardi. Hopper va Eleven esa laboratoriyaga kirib, teskari dunyo portalini yopishadi. Eleven o'z kuchlarini to'liq ishlatgan holda qichqirgancha portalni yopadi va barchasi tugaydi. Hamma tinchlikka erishganday tuyuladi. O'quvchilar maktabda qor raqsi kechasida yig'ilishadi. Ajoyib 80-yillarning trendda bo'lgan bar raqsi musiqasi, ya'ni Every Breath You Take musiqasi yangraydi. Bu musiqa 1983-yilda yaratilgan bo'lib, ma'nosi bir ko'rishdagi sevgi, har qadamdagi sevgi ma'nolarini anglatadi. Mike va Eleven birinchi marta sevgini ochiq his qilishadi. Ular raqs tushadi va mazza qilib o'pishadi. Hamma o'z jufti bilan birga bo'ladi. Hattoki vataniq Dastin ham Nancy bilan raqs tushadi. Qora va Lucas esa Max bilan raqs tushadi. Bu oxirgi qism 4 ta sezon ichidagi eng ko'p muxlislarga yoqqan, qalblarni junbushga keltirgan qism sifatida tarixda qoladi. Ha, aytgandek, Eleven personajini ijro etgan Bobby Brown 246 ta qiz ichidan aynan juda sodda ko'zlari uchun tanlangan bo'ladi va eng samimiy qizlar top 100 taligiga kiritiladi. So'nggi qism oxirgi lahzasida teskari olamda oliy ong hali ham tirik ekanligi va maktab ustidan kuzatganini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan ikkinchi sezon ham o'z nihoyasiga yetadi. Ko'rishimiz mumkinki, ikkinchi sezon katta ahamiyat kasb etadi va haqiqiy do'stlik, sevgi, ishonch hislarini asosiy planga olib chiqadi. Uchinchi sezon 2019-yilning 4-iyul kuni chiqarilib, bu sezon AQSh mustaqillik kuniga bag'ishlanadi. Serial umumiy 100 million dollar atrofida budjet bilan chiqariladi va jami 8 ta qismdan iborat bo'ladi. Va grafika, vizual effektlar oldingi 2 ta sezonlargidan qaraganda ancha yaxshilanadi. 3-sezon voqealari 1985-yilda bo'lib o'tadi. Hawkins shahri endi tinch edi, ammo yangi savdo markazi Starcourt Mall ochiladi. Bolalar uyg'aygan, Mike va Eleven endi ochiqchasiga sevishmoqda edilar. Lucas va Max ham bir-birini yoqtirishmoqda. Dastin esa yozgi lagerda o'tkazib qaytib kelgan Suzy degan qiz bilan tanishganini aytadi. U keyin sahnada Never Ending Story qo'shig'ini aytadi. Bu qo'shiq tuganmas orzular va do'stlik haqida bo'ladi. Voqea davomida Hawkins ostida Sovet harbiylari yashirincha laboratoriya qurishgan bo'ladi. Bu urinish natijasida portal ochiladi va oliy ong yana qaytadi.
Oliy ong bu safar inson tanalarini egallay boshlaydi. U dastlab kalamushlardan energiya olib, keyinchalik kelishgan kuchli qizlarning ajali bo'lgan Billi, ya'ni Maxning akasini ham nazorat ostiga oladi va uni qo'g'irchoq sifatida ishlatadi. Shu tariqa Billi asta-sekin odamlarga virusni yuqtira boshlaydi. Eleven o'z kuchi bilan oliy ongni his qiladi. Mike esa uni doimo himoya qilmoqchi bo'ladi, lekin Eleven Max sabab mustaqil bo'lishni o'rganadi. Ular o'rtasida ilk bor sevgi borasida jiddiy tushunmovchilik paydo bo'ladi. Bularning barchasi dugonasi Max sababli bo'ladi. Sizlarga ham tekin maslahat, bu hodisa haqiqiy hayotda ham bo'lib turadi. Agar sevgan qizingiz bo'lsa, uning dugonasi kim ekanligiga ham e'tibor berib qo'ysangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. Natijada oliy ong endi butun Hawkinsni egallay boshlaydi. Portalni yopish uchun Hopper, Joyce va Sovet bazasidagi jamoa kurashadi. Joyce portalni faollashtiradi, lekin natijada Hopper yo'qoladi, go'yoki vafot etadi. Eleven kuchini yo'qotadi va Bayerslar bilan shaharni tark etadi va 3-sezon o'z nihoyasiga yetadi. 3-sezon IMDb portalidan 10 dan 8.6 ball, Rotten Tomatoes'da 89 lik ijobiy ballni oladi. 3-sezon Netflixda chiqqanida bir hafta ichida 40 milliondan ortiq prosmotr bo'ladi va o'sha yilning katta rekordlaridan biriga aylanadi va 2019-yilda Saturn mukofotini ham qo'lga kiritadi. Oradan bir necha oylar o'tadi va koronavirus boshlanadi. Natijada 4-sezon suratga olinishi ancha kechikadi va bu orada aktyorlar va aktrisalar ancha mashhurlikka erishgan va katta hayotga qadam qo'yishayotgan bo'ladi. 4-sezon avvalgilariga o'xshamagan holda 2022-yil 27-may kuni faslning 1-bo'limi va 2022-yilning 1-iyulda esa 2-bo'limi namoyish etiladi. Bunga sabab qismlar bu gal 50 daqiqa emas, balki 1,5 soat atrofida bo'lganligi uchun bo'ladi va 4-sezon uchun jami 270 million AQSh dollari miqdorida pul sarflanib, bu Netflix tarixidagi eng ko'p mablag' ketgan seriallardan biriga aylanadi. Epizodlar jami 9 ta qismdan 2 ga bo'linadi. Dastlabki 7 ta qism va keyin oxirgi 2 ta qism bo'ladi. Voqea davomida 3-sezondan keyin 8 oy o'tadi. Hawkinsda yana g'alati voqealar boshlanadi. O'smirlar g'ayritabiiy tarzda o'lishni boshlashadi. Jasadlari qo'llari singan, ko'zlari ichiga kirib ketgan g'alati shaklga kiradi. Bu keyinchalik bilamiz, Vechna nomli yangi yovuzning ishi bo'ladi. Eleven endi bu paytda kuchini yo'qotgan, Bayerslar oilasi bilan bu paytda Kaliforniyada yashayotgan bo'ladi. Mike unikiga tashrif buyuradi, lekin u endi oddiy qiz bo'lib qolgandi. Ammo keyin maxfiy agentlar uni topishadi va hamma dada deb aytadigan Dr. Brennerning oliga olib ketishadi. U yordamida u o'z kuchini qaytarish uchun Eleven laboratoriyaga qaytadi. U yerda u o'z o'tmishini eslaydi va barcha haqiqatlardan xabar topadi. Bundan tashqari u yagona emas ekanligini, undan ham avval bolalar bo'lganligi va ulardan biri 001 ekanligini bilib oladi. 001 raqamli yigit Henry edi. Henry Krill Brenner tajribalaridan birinchi bola edi. U kuchli telepatiya qobiliyatiga ega edi, lekin yovuz niyat bilan harakat qilgan. Eleven uni to'xtatishga uringan, natijada uni teskari dunyosiga yuborgan. Shunda u Vechnaga aylangandi. Ya'ni teskari dunyoni yaratgan ham aynan 11-raqamli qiz bo'ladi. Chunki bu olam oldin bo'lmagan va bu Henryning qorong'u xayollari edi va ular hayotda haqiqatga aylanadi. Bu paytda Joyce Rossiyadan xat oladi. Unda amerikalik tirikligi haqida yozilgandi. U bilan Mari birga Sovet ittifoqiga birga borishadi. Ha, Hopper tirik, ammo Sovet lagerida hibsda edi. Ular keyinchalik Demogorgonlar bilan kurashib uyga qochishga muvaffaq bo'lishadi. Biz 4-sezonda Eddie ismli yangi qahramonni ko'rishimiz mumkin. U Do'zax olovi nomli klub rahbari bo'ladi. Afsuski, oxirgi jangda u teskari dunyoda Metallic Master musiqasini chaladi. Bu sahna tarixiy bo'ladi va tomoshabinlar uni serialdagi eng zo'r lahza deb atashadi. Afsuski, Eddie Dustinning hayotini saqlab qolish uchun o'ziga yuzlab ko'rsatmaklarni jalb qiladi va oxirida halok bo'ladi. Shunda barcha jamoa Vechnani yo'q qilishga yo'l olishadi va uni uyiga kirishadi. Ammo Vechna barchasidan xabardor edi. U Nancy va Jonathanni ushlab oladi. Max esa o'zini qurbon qilmoqchi bo'lib, Vechnani tuzoqqa tushirmoqchi bo'ladi. Chunki Vechna 4 ta qurbon orqali haqiqiy olamga 4 ta portal ochardi. U dastlab o'z qurbonlariga ular azob chekayotgan va afsuslanayotgan xotiralarini ko'rsatib, ularni trans holatiga keltirib qo'yardi. Max Vechnaga qarshi do'stlari yordamida birinchi marta musiqa orqali tirik qoladi. Keyin esa yana ongida kurashmoqchi bo'ladi va yaxshi xotiralarni qidirib 2-sezon oxirgi qismidagi raqs kechasiga tushib qoladi. 11-raqamli qiz esa Arizonada joylashgan maxfiy laboratoriyadan qochadi va Dr. Brenner halok bo'ladi. Eleven esa Mike, Will, Steve va pizzachi bola qutqarishadi. Ular Hawkinsga yetib bora olishmasdi va natijada Eleven masofadan Maxni ongiga kirib, shu orqali Vechnani yo'q qilishga harakat qiladi.
Ammo Vechna juda kuchli edi. U oxir-oqibat baribir Maksni deyarli o'ldiradi. Eleven mag'lub bo'layotgan paytda Mayki unga motivatsiyali gaplarni aytadi. Ya'ni uni sevishini, usiz yashay olmasligini aytadi. Natijada Eleven bu gaplardan katta kuch oladi va bor kuchi bilan baqiradi. Shu paytda Sovet ittifoqidagi qamoqxonada ham Joyce va Hopper birgalikda do'stlari yordamida Demogorgonlarni va ayniqsa bu olamda qolib ketgan oliy ongning yarmini Agnemot quroli orqali yoqib kul qilishadi. Bu narsa Vechnaga katta ta'sir qiladi. Vechnaning uyida esa Nancy va Jonathan birgalikda Vechnani haqiqiy tanasini ham yoqib yuborishadi. Keyin esa 11-raqamli qiz Maxni amallab tiriltirishga muvaffaq bo'ladi, lekin Max koma holatiga tushib qoladi. Jangdan so'ng og'ir jarohat olgan Vechna qochib ketadi. Max esa klinik o'limni boshdan kechiradi. Lukas uni tepasida baqirib yig'lardi. Eleven esa o'z kuchidan foydalanib Maxni hayotga qaytaradi, ammo u koma holatiga tushib qoladi. Endi barchasi tugagandek edi. Joyce va Hopper uyga qaytishadi. Barcha do'stlar yana ko'rishishadi, ammo hali hech narsa tugamagandi. Hawkins uzra katta yoriqlar paydo bo'la boshlaydi va shaharga teskari dunyodan portallar ochiladi va shaharning yarmi vayron bo'ladi. Bizning qahramonlarimiz esa tepalikka chiqib ularni kuzatganlaricha hayratda turib qolishadi. Endi ularning oldinda so'nggi final jangi kutayotgandi. Bu albatta 5-sezondan darak berardi. 4-sezon IMDb portalida 10 dan 8.8 ball to'playdi. Rotten Tomatoes esa 91% ijobiy ball oladi. Netflixda bir hafta ichida 1 milliard soat tomosha qilingan birinchi serialga aylanadi va Emmy nominatsiyasida ham g'olib bo'ladi. 4-sezon bu faqat jang yoki qo'rquv emas. U o'tmishning ochilishi, 11-raqamli qizning kimligini tushunishi va yaxshilik bilan yovuzlikning so'nggi urushiga tayyorgarlik fasli bo'ladi. 4-sezon juda zo'r, epik sahnalarga boy bo'ladi. Endi oldinda bizni 5-sezon kutmoqda va bunga ko'p qolmadi. 5-sezon albatta yakuniy final fasli bo'ladi. Serial 3 bo'limga bo'linib chiqariladi. Birinchi bo'lim 2025-yilning 26-noyabr kuni, ikkinchi bo'lim 2025-yilning 25-dekabr kuni va nihoyat final epizodi esa 2025-yilning 31-dekabrga, ya'ni yangi yilga sovg'a bo'ladi. Aytishlariga qaraganda har bir qism 1 soat atrofida bo'ladi. Xullas, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, endi biz bilgan barcha qahramonlarimiz ancha ulg'aygan, ular o'zgarishgan bo'ladi. Hattoki 11-raqamli qiz rolini ijro etgan Bobbi Brown hozirda turmushga chiqib, hatto qiz farzandli ham bo'lib ketgan va ko'rinishi ancha o'zgargan. Endi u oldingi ozg'in kichkina sodiq qiz emas, balki onaga aylangan. Serial ichida 3 yil o'tgan bo'lsa-da, haqiqiy hayotda 9 yil o'tib ketdi. Ha, bu serialning muxlislari ular bilan birga katta bo'lishdi. Shaxsan menga bu serial juda yoqdi. Bu serialda do'stlik, ishonch, og'riq va ayniqsa sevgi juda ham yaxshi ko'rsatib berilgan. Ya'ni bu shunchaki fantastika emas, balki insoniy fazilatlarni namoyon qilgan seriallardan biridir. Ayniqsa 80-yillar harorati, musiqalar bu juda ajoyib edi. Ko'pchilik bu shaharlar kompyuter grafikasida qilingan deb o'ylasa-da, aslida butun shahar aynan 80-yillarga xos tarzda bezatiladi. Kiyimlar tikiladi, arxivlardan, hattoki muzeylardan buyumlar olinadi. Mashinalar qayta bo'yalib yangidek qilinadi. Hattoki butun bir shahar arendaga olinadi. 3-sezondagi Starcourt Mall savdo markazi haqiqiy hayotdagi Gwinnett Place Mall butunlay o'zgartiriladi. Suratga olish ishlari AQShning Jorjiya va Atlanta va Nyu-Meksiko shtatlarida bo'lib o'tadi. Xabarlarga qaraganda 5-sezonda bir nechta qahramonlarimiz halok bo'lishadi va bu juda og'ir bo'ladi. Lekin serial muxlislarining yuragiga yetib borish uchun ular ba'zi personajlarni ezgulik uchun qurbon qilishlari mumkin. Nima ham deymiz, hammasi yaxshilikka bo'lsin. Mana azizlar, bugungi sizlar bilan nihoyat g'alati narsalar olamiga sayr qildik. Undagi syujet va voqealar bilan birgalikda tanishdik, birga his qildik. Umid qilamanki, bugungi video sizlarga yoqdi. Darvoqe, men bundan bir necha kun oldin shu haqida post joylagandim. Kim qaysi serial haqida video tayyorlashimni topa olsa, uni videoda e'lon qilishimni aytib o'tgandim va bu bizning g'olibimiz Ozodbek Akramov nikoh ostidagi obunachiimiz bo'ldilar. Ular aynan 5-noyabr soat 10:00 lar atrofida to'g'ri javobni yozibdilar. Ularga to'g'ri javob va katta e'tibor uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar siz bugungi videoni kuzatayotgan bo'lsangiz, sizga mana bu faxriy yorliqni topshiraman. E'tibor bermaysiz, bu onlayn faxriy yorliq hisoblanadi. Mana shunday qo'llab-quvvatlab tursangiz, kelajakda haqiqiy sovrinli konkurslarni birgalikda o'tkazamiz degan umiddaman. 5-sezon qismlari chiqqach, albatta kanalimda tahlil qilaman. Shu kabi tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'ysangiz biz juda xursand bo'lardik. Agar serial yoki ushbu video haqida o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu haqida albatta yozib keting. Men har bir izohni javobsiz qoldirmayman. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlar.